Ayol pensionerlar uchun bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki u pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, hujjat topshirish tartibi va ko'pchilik bilmay yurgan yangi imkoniyatlarga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Ilgari qanday edi? Hozir nimalar o'zgardi? Qaysi ayollar bundan foyda ko'rishi mumkin? Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yoki bitta ariza sababli ayol pensioner o'ziga tegishli pulni vaqtida olmasdan yurishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni onangizga, opangizga, singlingizga, qo'shningizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning byudjetiga real yordam berishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalarida odamlar bilan gaplashaman va eng ko'p uchraydigan holat shuki, ayollar o'z haq-huquqlarini bilmaydi. Yoki bilsa ham qayerga murojaat qilishni, qanday hujjat kerakligini, nima deb ariza yozishni aniq bilmaydi. Natijada kimdir yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Kimdir bolalar parvarishi davri hisobga kiritilmaganini bilmaydi. Kimdir ish stajida to'liq ko'rinmayotganini vaqtida tekshirtirmaydi. Yana kimdir turmush o'rtog'i vafotidan keyingi nafaqa yoki qayta hisoblash imkoniyatidan xabarsiz qoladi. Ilgari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga, eski mehnat daftarchasiga, arxiv ma'lumotlariga va fuqaroning o'zi yugurib yurishiga bog'liq edi. Ayol pensioner pensiyasi kam chiqqan bo'lsa, ko'pincha unga hujjatingiz yetarli emas. Arxivdan ma'lumot olib keling, staj ko'rinmayapti deb aytilardi. Bu esa ayniqsa yoshi katta ayollar uchun juda qiyin edi. Tasavvur qiling, 65 yoshli ayol bir tashkilotdan ikkinchi tashkilotga qatnaydi. Eski ish joyi yopilgan bo'ladi. Arxiv qayerdaligini bilmaydi. Bolalari boshqa shaharda. O'zi esa har bir eshik oldida navbat kutadi. Shunday vaziyatda odam ko'pincha mayli boriga shukr deb qo'l siltab qo'yadi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya tayinlash va qayta hisoblashda ko'plab ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshirish, mavjud hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, ayolning mehnat staji va ayrim davrlarni inobatga olish imkoniyatlari kengaymoqda. Men buni hammani xursand qiladigan qo'ydi deb atashimning sababi shuki, bu yengillik birgina yangi pensionerga emas, avvaldan pensiya olayotgan ayollarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Eng muhimi, ayol pensioner o'z pensiyasi to'g'ri hisoblanganini tekshirtirishga haqli. Agar xatolik bo'lsa, qayta hisoblash so'raladi. Agar yetishmayotgan davrlar bo'lsa, hujjat bilan tasdiqlanadi. Agar qo'shimcha asos mavjud bo'lsa, ariza beriladi. Endi men sizga batafsil tushuntiraman. Bu masalada birinchi navbatda kimlar e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi guruh bu mehnat staji ko'p bo'lgan, lekin pensiyasi kutilganidan kam chiqqan ayollar. Masalan, ayol o'tgan yil ishlagan, maktabda o'qituvchi bo'lgan yoki kasalxonada hamshira bo'lgan, lekin pensiyasi atrofdagilarnikidan sezilarli kam. Bu yerda sabab ayrim yillar elektron bazada ko'rinmagan, ish haqi haqidagi ma'lumotlar to'liq olinmagan, mehnat daftarchasidagi yozuvda xato bo'lgan, familiya o'zgarganidan keyingi hujjatlar bir-biriga ulanmagan. Bunday holatda ayol menga shuncha chiqdi, demak shunday ekan deb o'tirmasligi kerak. Men doim aytaman, pensiya tayinlangan bo'lsa ham uni tekshirtirish mumkin. Ikkinchi guruh bu farzand tarbiyasi sababli bir necha yil uyda o'tirgan ayollar. Juda ko'p ayollar men 5 yil ishlamaganman, demak u davr umuman hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Lekin qonunchilikda ayrim bola parvarishi davrlari belgilangan shartlar asosida stajga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Bu degani har bir holatda avtomatik pul qo'shiladi degani emas, lekin tekshirtirish kerak degani. Masalan, ayol 1995 yildan 1992 yilgacha fabrikada ishlagan, keyin 2 farzandini parvarish qilgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya hisoblanganda faqat korxonadagi yillar ko'rinib, bola parvarishi bilan bog'liq davrlar to'g'ri ko'rib chiqilmagan bo'lishi mumkin. Agar ayolda farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, bular masalani aniqlashtirishda yordam beradi. Uchinchi guruh bu beva ayol pensionerlar. Turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin ayrim ayollar o'z pensiyasida qoladimi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovga o'tadimi? Qaysi biri foydaliroq buni bilmaydi. Men bu yerda juda ehtiyot bo'lib tushuntiraman. Har bir ayolning holati alohida hisoblanadi. Ba'zan ayolning o'z pensiyasi yuqori bo'ladi. Unga tegmagan ma'qul.
Ba'zan esa turmush o'rtog'ining ish staji va daromadiga bog'liq hisob-kitob ayol uchun foydaliroq chiqishi mumkin. Shuning uchun falonchi shunday qilibdi. Men ham shunday qilaman deyish noto'g'ri. To'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, ikkala variant bo'yicha taxminiy hisob-kitobni so'rash. 4-guruh bu sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, tikuv fabrikasi, maktab, bog'cha, tibbiyot muassasasi aloqa bo'limi, savdo aloqa bo'limi, savdo tashkilotlarida ishlagan ayollar, ayniqsa 1990-yillar va undan oldingi davrlarda ishlagan ayollarda hujjatlar masalasi ko'p uchraydi. Korxona yopilgan, nomi o'zgargan. Arxiv boshqa joyga topshirilgan, mehnat daftarchasida muhr o'qilmaydi. Bunday vaziyatda ayol huquqidan voz kechmasligi kerak. Arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari, kasaba uyushmasi yoki boshqa tasdiqlovchi yozuvlar yordam berishi mumkin. Men ko'p holatlarda ko'rganman. Bitta arxiv ma'lumotnomasi 3 yil, 5 yil, hatto 8 yil stajni tiklab bergan. Keling, bir nechta hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Nazira opa 20 yoshda, 28 yil maktabda ishlagan. Pensiya tayinlanganda unga 1 million 200 ming so'm atrofida chiqdi. Lekin u hamkasblariga qaraganda kam olayotganini sezdi. Tekshirilganda ma'lum bo'ldiki, 1903 yildan 1907 yilgacha ishlagan davri tizimda to'liq aks etmagan, chunki maktab nomi o'zgargan va hujjatlar tuman arxivga o'tgan. Nazira opa arxivdan ma'lumotnoma oldi. Pensiya jamg'armasiga ariza berdi. Natijada pensiyasi qayta ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy saboq shuki, hamkasbim ko'proq olayapti degan shubha ham tekshiruv uchun yetarli sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Gulbahor opa 4 farzandni katta qilgan, ayrim yillarda ishlamagan. U pensiya yoshiga yetganda stajim kam. Menga baribir ko'p chiqmaydi deb o'ylagan. Lekin hujjatlar tekshirilganda uning avvalgi tikuvchilik fabrikasidagi 12 yillik staji, keyingi savdo tashkilotidagi 7 yillik staji va ayrim tasdiqlangan davrlari hisobga olinishi mumkinligi aniqlandi. Agar u umuman murojaat qilmaganida o'ziga tegishli imkoniyatdan bexabar qolardi. Shuning uchun men ayollarga aytaman, siz uyda o'tirgan yillaringiz uchun o'zingizni ayblamang, hujjatlaringizni tartiblang va mutaxassisdan aniq javob oling. 3-misol, Mastura opa turmush o'rtog'i vafotidan keyin faqat o'z pensiyasini olib yurgan. Qo'shnisi sizga boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ham biror narsa tegishi mumkin degan. Mastura opa tuman bo'limiga borganida mutaxassislar uning holatini ko'rib, qaysi tartib foydaliroq ekanini tushuntirgan. Bu misolda eng muhim narsa shuki, hech kim qo'shnining gapiga suyanib qaror qilmasligi kerak. Qo'shni yo'l ko'rsatishi mumkin, lekin hisob-kitobni faqat vakolatli organ qiladi. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, pensiya tayinlashdan oldin sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, hujjatlaringizda familiya, tug'ilgan sana, ishga kirish va chiqish sanalarida xato bo'lmasa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men kamida bir marta shaxsiy pensiya hisob-kitobingizni tekshirtirib olishni tavsiya qilaman. Chunki inson xatosi, bazadagi nomuvofiqlik, eski hujjatdagi noaniqlik har doim bo'lishi mumkin. Endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik ko'rmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, har qanday yangilik ham avtomatik ravishda hammaning pensiyasini oshirib yubormaydi. Internetda ba'zan barcha ayollarga falon pul qo'shiladi. Hamma pensioner ayollar ertadan boshlab ko'proq oladi degan gaplar tarqaladi. Men bunday xabarlarga ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Pensiya masalasida hamma narsa aniq asosga bog'liq. Staj, ish haqi, hujjat, yosh, toifa, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotish holati, imtiyozli kasb, farzandlar bilan bog'liq davrlar va boshqa omillar. Ikkinchi nozik jihat, familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Keyin ayrim hujjatlar qizlik familiyasida, ayrimlari turmushdagi familiyada qoladi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar deb yozilgan, pasportda Tursunova Dilbar bo'lishi mumkin. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lashda savollar tug'iladi. Shuning uchun ayol pensionerlar nikoh guvohnomasi, ajrashgan bo'lsa ajrim hujjati, familiya almashgan bo'lsa tegishli ma'lumotnomani albatta saqlash kerak. 3-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan sana noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Muhr tushunarsiz. Buyruq raqami yo'q. Tashkilot nomi qisqartma bilan yozilgan.
Oddiy odam buni arzimas narsa deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisoblashda bunday xato katta muammo keltirishi mumkin. Masalan, ishga kirgan sana 1982 yil o'rniga 1989 yil deb yozilgan bo'lsa, 1 yil staj yo'qoladi. Agar bir nechta joyda shunday bo'lsa, jami 3-4 yil yo'qolishi mumkin. Shuning uchun hujjatni tekshirayotganda faqat bor yo'qligiga emas, undagi yozuvlarning to'g'riligiga ham qarash kerak. 4-nozik jihat, arxivdan ma'lumot olish vaqt talab qiladi. Ko'p ayollar men bugun bordim, ertaga pensiyam oshadimi deb so'raydi. Amalda esa arxiv so'rovi, tashkilotdan javob kelishi, ma'lumotni tekshirish, qayta hisoblash jarayoni vaqt oladi. Bu normal holat. Muhimi arizani yozma shaklida topshirish va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olish. Og'zaki murojaat qilib, keyin menga javob berishmadi deyish qiyin. Yozma ariza bo'lsa, sizda iz qoladi. 5-nozik jihat, kimdir sizga pul ber, pensiyangni oshirib beraman desa, juda ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi faqat qonuniy asos bilan bo'ladi. Hech qanday tanish bilish, norasmiy to'lov vositachi orqali kafolatlangan oshirish bo'lmaydi. Agar hujjatingiz yetarli bo'lsa, ariza va tekshiruv orqali hal bo'ladi. Agar hujjat yo'q bo'lsa, uni qonuniy yo'l bilan tiklash kerak. Firibgarlar aynan yosh katta ayollarni nishonga oladi. Chunki ular internetdagi xabarni tekshirishga qiynalishi mumkin. Shuning uchun men qat'iy aytaman. Pasport nusxangizni, bank kartangizni, SMS kodni, elektron kalitni begona odamga bermang. 6-nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordam pensiya bilan bir xil narsa emas. Ba'zi ayollar pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam, kommunal imtiyozlarni aralashtirib yuboradi. Pensiya bu mehnat staji va qonunchilik asosida tayinlanadigan to'lov. Nafaqa esa boshqa asoslarda bo'lishi mumkin. Moddiy yordam mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali ajratilishi mumkin. Agar siz kam ta'minlangan bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz yoki nogironlik holatingiz bo'lsa, faqat pensiya bo'limi bilan cheklanib qolmang. Mahalla ijtimoiy himoya organlari va tibbiy mehnat ekspertiza masalalarini ham tekshiring. 7-nozik jihat, qayta hisoblash hamma vaqt orqaga katta pul to'lanadi degani emas. Agar xatolik aniqlansa, qonunchilikda belgilangan tartib bo'yicha qayta hisoblash qilinadi. Qaysi kundan boshlab hisoblanishi oldingi oylar uchun farq to'lanadimi yoki yo'qmi, bu holatga bog'liq. Shuning uchun odamlar orasidagi falonchiga 10 million birdan berishibdi degan gapni eshitib, o'zingizga ham aynan shunday bo'ladi deb o'ylamang. Sizning holatingiz alohida, lekin bu tekis sharttirmaslik kerak degani emas. Aksincha, agar sizda asos bo'lsa, qancha bo'lishidan qat'i nazar o'z haqqingizni talab qilish kerak. Endi eng kerakli qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplom yoki kasb hunar hujjatlari, harbiy xizmatga oid hujjatlar. Agar turmush o'rtog'i masalasida kerak bo'lsa, turmush o'rtog'ining o'lim guvohnomasi va ish stajiga oid hujjatlarni alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni satr-satr tekshiring. Har bir ish joyida ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi va muhr bor yo'qligiga qarang. Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, masalan, 1987 yilda ishga kirganingiz yozilgan, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q yoki aksincha darhol belgilab qo'ying. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomi va yangi nomini aniqlashga harakat qiling. Bu keyin arxiv so'rovida kerak bo'ladi. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy qilib shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam hisob kitobini qayta ko'rib chiqishingizni, mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar sizda aniq davr bo'yicha shubha bo'lsa, uni ham yozing. 1992-1998 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim hisobga olinganini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizani topshirganda qabul qilingan sanani, ro'yxat raqamini yoki nusxangizga belgi qo'yilganini saqlab qo'ying. 4-qadam, agar hujjat yetishmasa, arxivga so'rab bering. Buni o'zingiz ham qilishingiz mumkin. Ayrim hollarda vakolatli organlar ham so'rab yuboradi. Arxivga yozganda ish joyining nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz
O'sha vaqtdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangizni aniq ko'rsating. Masalan, men 1944-1990 yillarda tuman tikuv fabrikasi tikuvchi bo'lib ishlaganman. O'sha davrda familiyam Karimova bo'lgan deb yozish kerak. Qancha aniq yozsangiz, ma'lumot topish shuncha oson bo'ladi. 5-qadam. Agar siz beva ayol bo'lsangiz, albatta ikki variantni solishtiring. O'z pensiyangizda qolish foydalimi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovga o'tish foydalimi? Buni raqam bilan ko'ring. Faqat menga shunday deyishdi bilan cheklanmang. Mutaxassisdan taxminiy hisob kitobni tushuntirib berishini so'rang. Agar tushunmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin odamingiz bilan boring. Lekin hujjat va karta ma'lumotlaringizni begona odamlarga topshirmang. 6-qadam. Javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz borligini biling. Men bu yerda janjal qiling demayman. Men tartibli va hujjatli harakat qiling deyapman. Har bir javob yozma bo'lsin. Har bir ariza nusxasi sizda qolsin. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, qaysi asosga ko'ra bo'lmaydi? Yozma javob bering deb so'rang. Ko'pincha odam yozma javob so'raganda masala aniqroq ko'rib chiqiladi. 7-qadam. Yaqinlaringiz yordamidan foydalaning. Ko'p onaxonlar telefon, internet, elektron xizmatlardan qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi mumkin. Lekin yordam berayotgan odam ishonchli bo'lishi kerak. Elektron tizimga kirish paroli, bank kartasi kodi, SMS tasdiqlash raqamini hech kimga aytmang. Yordam hujjatni ko'rish, ariza yozish, navbat olish, manzil topish bilan cheklansin. Yana bir muhim maslahat, har yili kamida bir marta pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yangiliklarni tekshirib boring. Chunki qonunchilik o'zgaradi, minimal miqdorlar o'zgaradi. Indeksatsiya bo'ladi. Ayrim toifalar uchun qo'shimcha tartiblar paydo bo'ladi. Siz men allaqachon pensionerman, endi menga tegishli emas deb o'ylamang. Avvaldan pensiya olayotgan odamlar uchun ham qayta hisoblash, qo'shimcha hujjat taqdim etish yoki ijtimoiy yordam olish imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Men ayol pensionerlarga alohida aytmoqchiman. Siz butun umr ishlagansiz, farzand tarbiyalagansiz, oilani ushlab turgansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Endi o'z huquqingizni so'rashdan uyalmang. Pensiya bu sadaqa emas. Bu qonuniy haq. Agar sizga tegishli bo'lgan miqdor noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni tuzatish sizning haqqingiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa ham, tekshartirib ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, ayol pensionerlar uchun pensiya hisob kitobi, staj, hujjatlar, bevalik holati, farzand parvarishi davrlari va arxi ma'lumotlari juda muhim. Yangi tartib va yengilliklardan foydalanish uchun kutib o'tirmaslik kerak. Hujjatlarni yig'ish, yozma murojaat qilish va o'z holatingizni alohida tekshirtirish kerak. Har kimning pensiyasi har xil hisoblanadi. Shuning uchun mish-mishlarga emas, rasmiy javob va hujjatga ishoning. Agar siz ayol pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda onangiz, buvingiz, opangiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasida xato bormi? Staj to'liqmi? Familiya o'zgarishi tasdiqlanganmi? Bevalik bo'yicha variant tekshirilganmi? Shularni aniqlang. Balki aynan shu video sababli kimdir o'ziga tegishli pulni qaytarib olar, kimdir pensiyasini oshartirar, kimdir yillar davomida bilmagan huquqini bilib olar. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz to'g'ri hisoblangan deb o'ylaysizmi? Hujjat topshirishda qiyinchilik bo'lganmi? Qayta hisoblash uchun murojaat qilganmisiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni barcha ayollarga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini yo'qotmaydi.